Naqadar go'zal ko'rsatuv bo'lyapti va o'ylaymizki, hozirgi taronadan so'ng hammangiz turib o'rningizdan raqsga tushdingiz biz bilan birgalikda va endi kunning dolzarb mavzularidan biri bo'lgan va biz sevgan va kutgan mutaxassisni mana shu savoliga javob berish uchun taklif etganmiz. O'ylaymizki, bu suhbatimiz ham siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Dolzarb desangiz nima ekan u deb o'ylab turibman-da. Bugungi kunda endi ko'pchilikning orasida mana kuz qish mavsumida kasalliklar biroz ko'payadi, ayniqsa bolajonlarimizda. Shu kabi kuzgi mavsumiy kasalliklardan qanday qilib himoyalanish kerak va unga ko'ra qanday chora-tadbirlar qilish kerak? Bugungi kunda qaysi kasallar poytaxtimizda va respublikamizning turli hududlarida ko'tarilib pasayib boryapti? Bu haqida ma'lumot olish uchun Sanitariya epidemiologiya xizmati Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilfuza Rasulova bizni doimiy nima deydi, mutaxassisimiz Assalom O'zbekistonda kelib o'zlarining tavsiyalari bilan muxlislar orttirishga ulgurgan mutaxassisimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Qo'shiqqa sekin raqsga tushdingiz, ko'rmagan. Maza qilib o'ynadim men ham. Ertalabdan kayfiyat ko'tarildi. Yurtdoshlaringiz bilan salomlashishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi ko'rsatuvda yana sizlar bilan ko'rganimdan juda ham mamnunman. Albatta inson bor ekan, har xil kasalliklar bo'ladi. Bu tabiiy holatda, lekin har bir insonni salomatligi o'zini qo'lida. O'zi agar o'sha kasallikka qarshi kurashishni to'g'ri bajarsa, albatta o'sha yuqumli kasalliklardan, boshqa somatik kasalliklardan ham o'zini himoya qiladi. Rahmat. Biz ham sizni ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Har doim siz bilan suhbatlashishimiz boshqacha bo'ladi va shaxsan meni tajribamda Dilfuza opa bilan birinchi suhbatim bo'ladi, lekin kirib kelishlari bilan yaxshi insonliklari bilindi. Rahmat. Qarang Dilfuza opa, hozir shunaqa mavsumki, tongda sovuq, kunduz kuni iliq, issiq, insonlar qanday kiyinishni ham bilmay qolyapti va ko'pchilikda shamollash, gripp boshlangan. Mana shundan qanday foydalanish kerak? Balki bularni oldini olish qanaqadir imkoniyatlari bordir, shu haqida gapirib bersangiz. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. O'zi umuman gripp yoki o'tkir respirator infeksiyalar bu doimiy ravishda uchraydi. Yozda ham uchraydi, bahorda, kuzda, qishda. Lekin aynan kuz-qish mavsumida boshqa mavsumlarga nisbatan ko'proq uchraydi. Buni sabablari mana shu holat, o'sha ayrim holatlarda birdan kun sovib ketadi yoki birdan quyosh chiqib ketadi va insonlar mana shu havoga qarab kiyinmaslik holatlari bo'ladi yoki bo'lmasam oyoqni, hamma narsa oyoqdan boshlanadi deydi-ku, bu ham juda to'g'ri. O'sha oyoqni muzlab qolishi natijasida shamollash, ya'ni insonlarda gripp yoki o'tkir respirator infeksiyalar va uning asorati o'tkir zotiljamga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli men mana hozirgi havo haroratiga qarab aytardimki, fuqarolarimiz mana shu havoga qarab moslashib kiyinishimiz kerak. Albatta ertalabki sovuq havoda birmuncha issiqroq kiyinishga harakat qilishimiz kerak va kunni isib ketishi kuzatilsa, albatta issiq kiyimlarimizni ozgina o'sha yechib, o'sha havoga qarab terlab ketmaslikni yoki sovib qotib qolmaslikni oldini olishimiz kerak. Endi gripp, o'tkir respirator kasalliklari bu havo tomchi yo'li bilan yuqadigan kasallik. Demak, bu kasalligimiz aynan nima uchun kuz va qishda ko'proq bo'ladi? Chunki boshqa fasllarda biz oyna eshiklarni zich yopmaslikni tarafdorimiz, chunki havo kirishi kerak va bu yerda xonalarda havo almashishi natijasida tez-tez bu kasalliklar ko'p avj olmaydi. Kuz-qish mavsumida, demak, sovuq tushdi, hamma oyna eshiklarini yopishga harakat qiladi. Menga afsuski, ichimizda o'sha har xil organizm, ya'ni immunitetga ega bo'lgan insonlar bor va sog'lom tashuvchanlarimiz bor. Bundan tashqari bemor insonlarimiz bor. Mana shu yopiq muassasada o'tirgan o'sha kamida 15 yoki yarim soat birgalikda o'tirsangiz, mana shu bemorlar aksirganda, yo'talganda ushbu viruslar tashqi muhitga chiqadi va bemalol keyingi insonni zararlanish xususiyatiga ega. Chunki bu viruslar o'sha aksirganda, yo'talganda 2 metr masofagacha tarqalish xususiyatiga ega. Va tikka quyosh tushmasa, ya'ni ultrabinafsha nurlari tushmasa, mana shu xonalarda tez-tez shamollatish ishlari o'tkazilmasa, zararsizlantiruvchi vositalari bilan yuvish ishlari o'tkazilmasa, bu virusni
kamida 3 soatgacha saqlanish holati bor va bemalol boshqa insonlarni zararlaydi. Mana shu jihatdan bizda kuz-qish mavsumida kasalligimiz boshqa mavsumga nisbatan biroz ko'proq bo'ladi. Masalan, aytaylik Dilfuza opa, o'sha kasal inson bilan bir joyda ishlaysiz yoki o'qiysiz yoki farzandingiz bog'chaga boradi va zararlanish holati kuzatildi. Ya'ni bizda karantin vaqti 1 kundan 3 kun ichida bilishim bo'yicha belgilari, alomatlari chiqa 2 boshlaydi. soatdan 7 kungacha o'zi kungacha. yashirin davr hisoblanadi. Shundan keyin nima qilish kerak boshqalarga yuqmasligi uchun? Masalan, oila a'zolariga. Albatta, endi o'zi umuman uyushgan joylariga bemalol insonlar kelish kerak emas. Demak, o'sha shamollashni belgilari kuzatildimi, xoh u katta inson bo'lsin, xoh bolalar bo'lsin, uyda qoldirishimiz kerak. Chunki biz nafaqat o'zimizni, farzandimizni, balki atrofdagilarni o'ylashimiz kerak-da. Chunki birinchidan o'zingiz ishga ketsangiz yo bog'chaga olib borib qo'ysangiz, ushbu kasallikni siz oyoqda o'tkazasiz va qanaqadir jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Va qolaversa qolganlarga ko'proq tarqatasiz. Demak, o'zi umuman qanday belgilari bor? Gripp yoki o'tkir respirator kasalliklar bu aholimiz o'zi ham bilishadi. O'sha tana haroratini yuqori bo'lishi 38,5 darajadan oshadi. Tumov belgilari bo'ladi, holsizlik, boshni og'rishi bo'ladi, o'sha ko'zni yoshlanishi, burundan suv oqishi, tanani qaqshab og'rish holatlari bo'ladi. Mana shu holatlar kuzatildimi, darhol yashash joyidagi oilaviy shifokorga uyga chaqiruv qilishimiz kerak. Bu Sog'liqni saqlash vazirligini o'sha tegishli buyruqlari asosida belgilab qo'yilgan. Mana shunaqa klinik belgilari, tana harorati ko'tarilgan bemorlarga shifokorlar uyda xizmat ko'rsatiladi. Demak, shifokorlarni uyga chaqirish kerak va bemorning holatiga ko'ra uy sharoitida yoki bo'lmasam shifoxonada davolanishimiz kerak. Endi kasallikni o'sha vaqtida davolamasangiz, o'sha har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa bolalar o'rtasida mana shu asoratga o'tib ketish juda ham tez bo'ladi. Bolalar deyotganlarida hozirgi men e'tibor berib qarayotganim kuz-qish mavsumida yana bir kasallik bor. Qizamiq va qizilcha deydi-ku, o'sha qizamiq degan kasallik biroz menimcha ko'tarilayotgandek tuyulyapti men uchun. Yana bilmadim, endi sizlar mutaxassis, hisob-kitoblar boshqa narsa natijani ko'rsatayotgandir. Buni ham oldini olish chora-tadbirlari va o'zi kasallik haqida ham qisqacha aytsangiz. Bilasizmi, qizamiq kasalligi ham aynan kuz-qishda ko'proq bo'ladi, boshqa mavsumga nisbatan. Ushbu kasallikni ham virus keltirib chiqaradi va bu virus ham ultrabinafsha nuriga juda ham sezgir, juda tez o'ladi. Kuz-qish mavsumida bemalol o'sha aholi o'rtasida tarqalish xususiyatiga ega. Qizamiqni virusi shu jihati bilan yomonki, boshqa o'tkir respirator infeksiyalari grippga ko'ra tarqalish xususiyati juda ham yuqori. Masalan, bir xonada 100 ta odam bo'ladigan bo'lsa, agar ushbu kasallikka qarshi emlanmagan bo'lsa, ya'ni immunitet shakllanmagan bo'lsa, 99 ta insonni zararlanish xususiyatiga ega. O'shaning uchun bu kasallikni biz juda yuqori kontagioz deb aytiladi, tarqaluvchanligi tez. Haqiqatda bugungi kunda Toshkent shahar aholisi o'rtasida mana shu oktyabr oyining oxirlaridan qizamiq kasalligini yana o'sha bolalar o'rtasida bir muncha ro'yxatga olinayotganligini kuzatyapmiz. Bu aksariyat bemorlarimiz qizamiqqa qarshi hali emlanmagan. Demak, masalan 70% bemorlarimiz 6 oydan boshlab kasallanmoqda. Bizda bilasiz, milliy emlash kalendariga asosan 1 yoshda va 6 yoshda qizamiq qizilchaga qarshi emlashlar o'tkaziladi. Bu kasallanayotgan bemorlarimiz hali emlash yoshiga yetmaganligi sababli ushbu kasallik bilan kasallanish holatlari bo'lmoqda. Endi qizamiqni asosiy belgilari bu tana haroratini 39-40 darajagacha ko'tarilishi kuzatiladi. Endi nima uchun ko'pincha qizamiqni bilmaymiz? Aynan gripp kasalligi bilan uni klinik belgilari juda ham o'xshash. O'sha boshda holsizlik kuzatiladi, yotoqchilash, boshni og'rishi kuzatiladi va albatta tana harorati ko'tariladi. Ko'zning o'sha yoshlanishi va qizarib ketishi, konjunktivit va ko'z ichida toshmalar va og'iz shilliq qavatlarida toshmalar toshishni boshlaydi. Qizamiqni bir jihati borki, toshmalar o'sha tepa, tananing tepa qismidan, ya'ni yuz qismidan boshlab toshishni boshlaydi va tana bo'ylab
sekin asta tarqaladi. Mana shunaqa toshmalarni o'ziga xos holati va tana haroratini yuqori bo'lishi bilan qizamiq boshqa allergik kasalliklardan farq qiladi. Endi ko'proq bolalar kasallanadi bu kasallik bilan, lekin bir jihati borki, qizamiqni agar siz emlanmagan bo'lsangiz, ushbu kasallik bilan katta yoshdagi aholi ham kasallanish xususiyati bor. Buradan tavsiyangizni ham aytib keting. Mana shu gripp, mana mavsumiy kasalliklarda mana buni qiling va sog'lom bo'ling degan. Demak, qizamiq kasalligini oldini olish uchun albatta vaksinatsiya kerak. Bu o'sha agar tarixga qaraydigan bo'lsak, ota-bobolarimiz davrida men o'zim shaxsan bundan bilaman, shu 32-35-yillarda qizamiq kasalligidan butun oila qirilib ketish holatlari bo'lgan. Mana shu narsani faqatgina vaksinatsiyani kirg'izish bilan mana oldi olinadi. Hozirgi kunda bunday holatlarimiz yo'q, lekin qizamiqqa qarshi emlanmasangiz, uni ham o'zini jiddiy asoratlari bor. Emlanamiz yurtdoshlar. Shuning uchun emlash kalendari asosida 1 yoshda va 6 yoshda farzandlarimizni qizamiq, epidemik paratit va qizilchaga emlashimiz zarur. Grippdachi? Bundan men ozgina yana aytishim kerak. Bundan tashqari hozirgi epidemik vaziyatga qarab biz aholini 6 oylikdan boshlab 35 yoshgacha qizamiq vaksinasi bilan ham emlayapmiz va men aholiga murojaat qilardim. Albatta qizamiq kasalligi agar siz emlanmagan bo'lsangiz, hozirgi kunda oilaviy poliklinikalarimizda qizamiqqa qarshi vaksinalarimiz yetarli. Hududiy oilaviy poliklinikangizga murojaat qiling va qizamiqqa qarshi emlashimiz kerak. Endi gripp kasalligini oldini olish uchun bilasiz, oddiy o'sha shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishimiz kerak va boyaga aytib o'tdim, sovib qolmaslikka e'tibor berishimiz kerak, xonalarimizni tez-tez shamollatishimiz kerak va o'sha organizmni chiniqtiruvchi sport bilan shug'ullanishimiz kerak va albatta o'sha to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishimiz kerak. Men ham shu haqda gapirmoqchi edim boya Dilfuza opa. Birinchi o'rinda bizning immunitetimiz birdaniga shakllanib qolmaydi va bizni yashash hayot tarzimizga juda ham bog'liq. To'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash, keraklicha yetarlicha suyuqlikni iste'mol qilish va albatta badan tarbiya boshlari bilan shug'ullanish. Shu bilan birga niqobni ham taqsangiz, o'zingizni o'zingiz himoya qilgan bo'lasiz. Katta rahmat. Tashrif uchun rahmat, ma'lumotlar uchun rahmat. Sizni yana studiyamizda albatta taklif etamiz. Xudo xohlasa, yana yangi ma'lumotlar bilan bizdan suhbatlashib, yurtdoshlarimizni ogohlikka chorlab tursak yaxshi bo'ladi. Kuningiz mazmunli o'tsin. Rahmat.